Intim zonalarni qorayishi ko'pincha bilasizlarmi nimadan keyin kelib chiqadi? Oddiygina noto'g'ri qilingan, doimiy ravishda qilinib yuriladigan depilyatsiyadan keyin teri kuyib, melanosit hujayralari ko'p miqdorda melanin pigmentini ishlab chiqarishni boshlaydi. Yoki ishqalanish, noto'g'ri bilyo kiyish, noto'g'ri kiyim kiyish hisobiga ham aynan intimniy zonalarda pigmentlar paydo bo'lishi mumkin. Undan tashqari, естественно, organizmda o'ziga yarasha gormonal fonni ishlashi yoki homiladorlik paytida terini ba'zi bir qismlarini qorayishi kuzatilishi mumkin. Men bu sog'lom ayollarda e'tiborman, kasalliklar bor. Biz hozir kasalliklar haqida gaplashmayapmiz, aynan sog'lom qizlarda va ayollarda bo'ladigan holatlar. Bunaqa holatlarni to'g'rilisi bo'ladi. Hozirgi kunda bu juda ham oson va tez hal bo'ladigan muammo. Ko'plar uyaladi, ayniqsa turmushga chiqadigan qizlar o'ylashadiki, что mumkin emas, teyish mumkin emas, to'g'rilash. Конечно, mumkin. Tomiringlardan ukol olasizlar mumkin. Dumbelardan ukol olasizlar mumkin. Lekin intimniy zonalarni oqartirish uchun ukol olish mumkin emasmi? Конечно, u ham mumkin. O'rtacha 2, 3, 4 martada yaxshi natija beradi, oqaradi va hamma baxtli. Bunaqa muolajaning narxi bizda 800 ming so'm. Agarda pilingi bilan birga qildiradigan bo'lsangiz, effekti yana ham yaxshiroq bo'ladi va unda pilingi bilan birga bu muolajaning narxi 1 million so'm bo'ladi. Hech qanaqa qizli pardalarga tegilmaydi yoki jinsiy a'zolarning ichki qismlariga tegilmaydi, faqat terining ustki qismi, oyoqni orasi bilan va tashqi jinsiy a'zolarning terisi bilan ishlaniladi. Xavfsiz muolaja, bemalol qizlaringlarni olib kelsanglar bo'ladi.